500 yillik bitta retsept bor. Kitobdan oldim, aytib qo'yay. O'zim to'qiganim yo'q. Hamma bilsa kerak buni. Rus tilida, на русском языке в комментариях. Понятно? Я прикреплю, прочитайте. Yarim kilo chesnok do'lasida tozalab olib, ezib, yaxshilab ezib, 24 ta limonni sokini olasiz. Tushundingizmi? Limonli sok to'lasida 3 litrlik bankaning ichiga hammasini joylaysiz. Og'zini latta bilan yopib, 24 kunga qo'yib qo'yasiz. Qo'yib qo'ydingiz-a? O'shanaga 24 kundan keyin o'sha svenska, sostavasi bo'ladi, aytib qo'y. O'shani uyqudan oldin bir choy qoshiq 200 gram iliq suvga solib olib, uyqudan oldin ichib olasiz. 15 kundan keyin shunday yengillik his qilasiz, qon tomirlaringiz yumshaq, sahrlaringiz tushib, xolesterinlaringiz ochilib, qon tomirlaringiz ochilib, ikkalangiz yarq ko'zi shunday ochiladi, bor-ku. Tushundingizmi? Mana shuni qilinglar, iltimos. В комментариях я закрепил на русском языке, пожалуйста. Xo'p, teng. Bo'ldi, boring qiling.